Chaqqonroq ONX minaman deyotgan obunachilarimiz uchun bu 4-pastasi 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, yumshoq ballonlargacha ko'p qo'shgan, eng qizig'i propan gazlari ham bor stejdan. Yurgan masofasi 35 mingdan endi o'tyapti. Xudo xolasa hech qanaqa rasxod yo'q ekan, olib minaveradigan holatda akalarimiz arzon vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz 12,5 mingga bermasdan turishibdi ekan. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar, qo'shilsa berar ekan. Arzon narxda Nexus 2 minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi oldin sariq bo'lgan ekan, sariqligida ko'p gunoh qilgandan keyin shunday oqqa bo'yashib yuborib, hayotini yangitdan boshlashgan ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi hozir 40 ming ekan, aslida 400 mingdan oshiq ekan. Bu mashinamiz o'sha haloli 400 ming, harami o'sha 40 ming ekan. Bu mashinamiz metan gazlari ham bor. Xudo xolasa libo hujjat bo'lar ekan. Akalarimiz tezroq qutulish xohlayotgan bu mashinani iziga berib yuborishayotgan pashti $2800 kim sanasa shu mashinani sotar ekan. Nexus 3larda avtomat korobkasini tayyordan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi top-toza, yumshoq ballon 909 pultigacha bor ekan. Bu mashinamiz gazlargacha qo'yilgan, yurgan masofasi 74 ming bo'ptimikan adashmasam. Metan gazlari ham bor. Men uchun zo'r variant. Akalarimiz bozorda foydalanishga 10,100 ga bermayotgan, qo'shilsa beramiz deb turishibdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar, yaxshi narxda. Avtomat korobka Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, yumshoq ballonlari bor. Bu mashinamiz stejdan propan gazlargacha qo'yib qo'yishgan, yurgan masofasi 75 ming. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani $11,200 bo'lsa beramiz deb turishibdi. Telefon raqamlari videosida shoshilasiz, zo'r narxda 2022larda ham shunaqa narxga sotilyapti. Nexus 3 minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkada, kraskasi 35-40% bor ekan. Oldi kapot, ikkita eshik va bitta krilosida 4-pastdan diskalarga taqib qo'yishdi. Yurgan masofasi 206 ming. Bu mashinamiz benzinda emas, metan gazlargacha qo'yib qo'yishgan. Akalarimiz 6300 ga bozorda bermasdan turib ekan, qo'shilsa beramiz deyishyapti. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqaga chiqasizlar. Sparklarda avtomat korobkasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun bo'lib ham qorasidan. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, yumshoq ballonlargacha qo'yib qo'yishgan, benzinda haydashgan ekan. Xudo xolasa kraskalari toza ekan, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. 135 ming yurgan, test monitorlargacha qo'yilgan ekan. Bu mashinamizni akalarimiz 7900 ga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Avtomat korobka Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mexanikasini narxida. Mashinamiz 2019 emas, 18-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldi kapoti va krilosida yumshoq ballonlargacha qo'yib qo'yishgan. Bu mashinamizni yurgan masofasi ham 158 ming atrofida, quyma polilari bor ekan. Mashinamizning gazlari ham bor. Men uchun zo'r variant, mexanikasini narxida. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigani $9,000 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida. Avtomat korobka Hoca aka videoga olyapti bolalar. Nexus 3larda avtomat korobkasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, GK Xvetda. Mashinamizni yumshoq ballonlargacha qo'yib qo'yishgan, yurgan masofasi 246 ming adashmasam. Bu mashinamiz qimmat chekol polilari ham quymadan ekan. Avtomat korobka men uchun ham zo'r variant, Sparklar narxida. Avtomat korobka bu Spark Nexus 3 avtomashinamiz bo'ladigani $7,800 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida. Matizlar narxiga Lacetti minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi Brixloy bo'lgan ekan. Buni ham yumshoq ballonlari boshda yangi bo'lgan ekan, hozir ancha yangilash kerak. Yurgan masofasi 401 ming. Xudo xolasa motoriga gap so'z yo'q ekan, lekin kraskasini yo mati yo glansiyligini ajratganlar kommentariyada fikrlar qoldiringlar. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bu mashinamizni bo'ladigani $3,700 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida bu ham zo'r muammo. 1.8 motorli Lacetti qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi tomdan pasti bo'lgan ekan. Bu mashinamiz ballonlari yaxshi holatda, motordan muammo yo'q deb turibdi. 738 ming yuribdi. Akalarimiz O'zbekistonda ponna aylanib chiqqan shekilli 1-2 marta. Bu mashinamizni qimmat chekol, yaxshi polilari ham bor ekan. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bu mashinamizni bo'ladigani $4,000 ustiga kim qo'shsa beraman deb turibdi. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqaga chiqasizlar. Gentralar narxiga tracker mingan bo'larmidinglar? Biz sizga Gentralar narxiga tracker ko'rsatamiz. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan LS variantidan. Ballonlar o'rtacha holatda, kraskasi toza, egasini o'zidan, dehqonni o'zidan. Propan gazlargacha qo'yib qo'yishgan, yurgan masofasi 66 ming. Bu ham o'sha turbina motorlarda bo'ladi. Bu mashinamiz o'sha stejdan propan gazlari ham bor. Xudo xolasa men uchun zo'r variant. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani $14,300 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida 14,200 ga bermabdi. Gentra minmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz uchun mexanika korobka 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi adashmasam top-toza ekan, o'zingizlar uchun ko'rsatib olinglar. Yumshoq ballonlari ham bor ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi hozir xudo xolasa. Aka yurgani qancha edi Toshkentning? Qani.
152 ming yurgan ekan. Bu mashinamizga qimmat chexol polilarga tashab qo'ygan gazlari ham bor. Akalarimiz 9000 dollarga bermasdan turib ekan, qo'shilsa berar ekan. Telefon raqamlari video ostida. Lekin aka hormay, mashina sotildimi? Necha pul ketdi? 73. 2000 2014. Kraskasi? Kraskasi shu oldida 3da bor mana. Naqqa sotildimi variantmi? Naq. Barakasini bersin. Meksikilarda jinnilariga mashinani zo'ridan topib qo'ydik. Mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldi kapotma kriloda bor, ishlariga o'tmagan ekan. Orqa kapot kriloda ham adashmasam ozroq bor ekan. Bunga panorama tom qo'yishgan ekan Malibu'lardan. Mercedes qilib qo'yishgan 160 ming yurgan. Bu asha Sons gibriddan ekan. Bu mashinamizni akalarimiz 5000 dollarga bermayapmiz. Lekin 5000 ga sotsak ham ziyon qilamiz, balandroq bo'lsa sotib foyda qilamiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida bemalol aloqaga chiqinglar, mashinani mana shunaqa antikvardan qiziqayotganlarga jo'natib bersizlar. Traktorlarda yaltizasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun bo'lib oqida. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Birkasining kraskalari top-toza. Egasini o'zidan eng qizig'i. Bu mashinamiz yurgani 62 ming, lekin mashinamiz hamma yo'qqa talabga javob beradiganlar. Bu mashinamizni balonlarga arzon kanal obunachilar uchun akalarimiz 14 ming dollarga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Centro olgan bo'larmi deylar yoki Trackerda yo'qmi? Avtomatdan Gentralarni qorasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza Amerikanka faralari ham original ekan. Yumshoq balonlari o'rtacha holatda ekan. Bu mashinamiz Luke ABS konditsioner ham ishlab turadi. Yurgan masofasi 121 ming, gazlari ham bor. Xudo xolasa menish uchun yaxshi variant. Akalarimiz bo'ladigan 11,5 ming dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Avtomat korobka Gentrani mexanikani narxida olmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi, ikkita krilosi va bitta eshigini oldida petnosi bor ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi 204 ming ekan, adashmasam. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladi, yana 8900 dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida shoshillar zo'r narxda. Qani tayyor Tracker minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza egasini o'zidan. Mashinamiz LTZ formatdagidan, yumshoq balonlari ham yangi holatda, yurgan masofasi 126 ming. Bu mashinamizga propan gazlargacha qo'yib qo'yishgan, narxi ham qiziqarli. Gentra olgan bo'larmi deydilar yoki Trackermi? Bu kommentariyada fikrlaydi qodirlar. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigani 14 ming dollarga ham bermasdan turibgan, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida. Lasetti laqabli Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta krilosi, bitta eshigida bor ekan, qolgan joylari Lasettidan Gentra qilayotganligi uchun ancha-muncha bo'lishi mumkin ekan. Yurgan masofasi ham 506 ming ekan. Mashinada hech qanaqa muammo yo'q. O'ta ham pokiza cho'tga minilgan mashina deyapti egalari. Akalarimiz 4,5 ming dollarga bermayapti ekan, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Lasetti olgan bo'larmi deylar yoki Gentra ko'rinishidagi Lasetti olgan bo'larmi deylar. Lasettilarda Gentra qilingandan qidirayotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda ekan. Mashinamiz avtomat korobka, yurgan masofasi 240 ming atrofida ekan. Xudo xolasa gazlari bor, menish uchun yaxshi variant. Akalarimiz 6,5 ming dollarga bermadik, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida kraskasi 130 bor ekan. Elektrogibrid ishqibozlariga Leap motor C16. Bu ikkinchi passasi ekan. Buni bitta lidari yo'q, qolgan hamma funksiyasi bordan ekan. Bu elektrda o'zida adashmasam 200 yuradi deyapti egalari, ta'mirlashga kelgan ruxsatlari bor. Bu mashinamiz yurgan masofasi ham 10 mingdan endi o'tgan. Xudo xolasa dadalariga olib bergan ekan, endi mol baylashmoqchi bo'lib sotishyapti ekan. Bu mashinamizni panorama tomida ozgina trishinasi bor, o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladi, ya'ni 29 ming dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida. Spark minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan Toshkent motor, katta motor deb qo'yishadi. Balonlari ham charxmo balonlarda metan gazi bor. Kraskasiga keladigan bo'lsa, bitta eshik to'liq kraska ekan, keyin undan tashqari 3 ta petnochasi bor ekan. O'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. 183 ming. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bu Spark avtomashinamiz 5900 dollar bo'lsa 80 dollar foyda qilishar ekan. Trackerlar Redline minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta mashkriloda bor ekan, mana shu eshigida petnochasi bor ekan, qolgan joylari toza. Bu mashinamiz yurgan masofasi 26 ming, stagedan propan gazlargacha qo'yib qo'yishdi akalarimiz. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani 18 ming dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Gentra olgan bo'larmi deydilar yoki Tracker, telefon raqamlari video ostida. Ormanglar qaytyapsizlar, sotildimi, sotamizmi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa? Ma'lumoti 2008 asijit bo'lgan tomtasi. Necha pulga berasiz xalq uchun? Xalq uchun 3000 ga beramiz. Necha pulga bermadinglar? 27, 28 ga beramiz. Telefon raqam? 90 770 86 65. Barakasini ayting. Aka, hormi?
Sotamizmi, sotildimi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa edi? 2020 121 ming yurgan. Nechlik beramiz xalq uchun? 54 bermadi aka. Qo'shilsa berasiz. Telefon raqam? 97 832 27 gibi. Barakasini bersin. Qancha yurgan edi? 34 ming. Bezim. Hyundai Elantra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun adashmasam bu ikkinchi pozitsiyasi 2021-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, ballonlari ham yaxshi holatda ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi 35 mingdan endi o'tyapti ekan. Akalarimiz bu mashinani mashina qurish foydalanishga 17 ming dollarga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida, shoshilinglar zo'r narxda. Inamark ishqibozlariga Kia Soul. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, eng full pozitsiyasidan ekan, kraskasi toza. Ravon degan ballonlari bor ekan bu mashinamiz. Ham yurgan masofasi 95 ming bo'pti. Bu mashinamiz propan gazlargacha qo'yib qo'ydi egalari. Eng full pozitsiyasi deyapti. Bu ashi Mini Cooper'larni eslatveradi. Arzon vodiyga kanal obunachilar uchun akalarimiz 17.700 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Ko'ni yo'l topsalar o'tib ham bersa kerak. Telefon raqamlari videosida. Elektr gibrid ishqibozlariga BYD Chazor. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, ballonlari ham yaxshi holatda, yurgan masofasi ham 64 ming ekan. Bu elektrda o'zida 110 km yuradigandan adashmasam, bu mashinamizning monitorlari ham katta holatdagisidan qimmat nakitkalarga taqib qo'yishdi. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bu mashinamiz bo'ladigani 19.900 dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Ko'ni yo'l topsalar o'tib ham bersa kerak.